17. Bab. Pavlus bilan uning hamrohlari safarini davomlashtirib, Amfipolis va Apolloniya shaharlaridan o'tib, Salonika shahriga keldi. U yerda Yahudiylarning ibodatxonasi bor edi. Pavlus odati bo'yicha ibodatxonaga kirib, u da 3 dam ilish kuni u yerda jam bo'lgan kishilar bilan muqaddas yozmalarni asos qilgan holda munozirlashib, ularga qutqizuvchi Masihning Xudoning irodasi bilan o'ltirilib, ondan o'limdan tirilganligini aniq tushuntirib berdi. Men sizlarga jakarlagan Hazreti Ayso dal qutqizuvchi Masihning o'zi, dedi u. Yahudiylarning ichidan ba'zilar qoyil bo'lib, Pavlus bilan Silasga agishib, Hazreti Aysoga e'tiqod qildi. Yahudi dinini yaqlaydigan nurg'un Grek er va yuqori tabaqadagi Grek ayollarmi Hazreti Aysoga ishondi. Biroq Yahudilar buningga hasadxo'rlik qildi. Ular ko'chada bekor yuradigan aqnonchilarni to'plab, shaharda to'polon ko'tardi. Yahudilar Pavlus bilan Silasni tutib, to'planchilarga topshirib berish maqsadida Yosin ismli bir e'tiqodchining uyiga bostirib kirdi. Lekin ular Pavlus bilan Silasni topamay, Yosin va boshqa bir necha e'tiqodchilarni yerlik amaldorlarning oldiga tortib opirib, hamma joylarda olamni ostma usti qilmoqchi bo'lgan helqi odamlar shaharigimizga yetib keldi. Yosin ularni uyiga qabul qildi. Ular Ayso ismli boshqa bir podsho bor deb Rim imperatorining farmoniga xiloflik qilyotdi, deb chuqon silib yolg'on shikoyat qildi. Bu so'zlar yerlik amaldorlar bilan xaloyiqni dakki-dukiga silib qo'ydi. Yerlik amaldorlar Yosin va bili tutib kelingan e'tiqodchilardan kapolat puli olgandan keyinla ondan ularni qo'yibdi. E'tiqodchilar Pavlus bilan Silasning shu kuni kesh kirish bilanla Beriya shahriga avitvatdi. Ular u yerga berib, Yahudiylarning ibodatxonasiga kirdi. Bu yerning odamlari Salonikadagilarga qaraganda qolsi ichilgan bo'lib, ular Pavlus bilan Silasning Hazreti Ayso haqida bergan ta'limini qiziqib angladi va ularning e'tiqodlarining to'g'ri xatoligini bilish uchun har kuni muqaddas yozmalarni izlanib o'rgandi. Natijada nurg'un Yahudiylar uningdan boshqa xeyli ko'p Grek erlar va yuqori tabaqadagi Grek ayollarmi Hazreti Aysoga e'tiqod qildi. Lekin Salonikadagi Yahudiylar Pavlusning Beriyada Hazreti Ayso haqidagi xush xabarni yetkazganligini anglab, u yerga berib, Pavlusga ziyonkashlik qilish maqsadida to'polon ko'tarib, ommani qutratdi. Shunga e'tiqodchilar Pavlusni darhol dengiz bo'yidagi joylarga avatvatdi. Silas bilan Timoti bo'lsa Beriyada qoldi. Pavlusga hamroh bo'lib manganlar uni Afina shahrigacha elib berib, ondan Beriyaga qaytib keldi. Ular Pavlusning Silas bilan Timoti mumkin qadar mening yenimga tezak kelsin degan so'zni elib keldi. Pavlus Afina shahrida Silas bilan Timotini kutib turganda, shaharning hamma yerini but qoplab ketganligini ko'rib, intayin beorom bo'ldi. Shunga u Yahudiylarning ibodatxonasida Yahudiylar va ularning dinini yaqlaydigan Yahudi emaslar bilan suhbatlashdi. Ham har kuni bozorda uchirganlik kishilar bilan bu to'g'riliq munoziralashdi. Epikurlar va stoiklar deb tonilgan ba'zi faylasuflarmi uning bilan munoziralashishga boshladi. Ba'zilar bu jahonkazdi pochi nima deb jo'lyotdi deyishdi. Yana ba'zilar Pavlusning Hazreti Aysoning o'lib tirilganligi haqidagi ta'limlarini anglab, u chet elliklarning xudolarini tashviq qilyotsa kerak deyishdi. Shunga ular Pavlusni Areopagus degan cho'ng kengash maydoniga elib berib, sen taqtiyotgan yangi ta'limotlaringdan bizni astoli xabardor qilib qo'ysang qandoq? Ba'zi ishlarni anglab, intayin hayron bo'ldik. Zodi nima demoqchi bo'lganingni bilmoqchimiz deyishdi. Afinliklar va u yerda turayotgan chet elliklarning hammasi ko'p vaqtini yangi o'y fikrlarni anglashga va almashtirishga sarf qilishadi. Shunga Pavlus oldiga chiqib mundaq dedi. Hey Afina xalqi, sizlarning kuchlik, e'tiqodiy qizg'inliginglarning borlig'ini bilaman. Chunki
shahar ichida hammani oralab, sizlarning ibodat qilgan joylaringlarni ko'zdan kechirgunimda qurbonlik suplarining birining ustida ma'lum bo'lmagan Xudoga deb beg'ishlama yozilganligini ko'rdim. Men hozir dal sizlarga ma'lum bo'lmagan, lekin sizlar ibodat qilayotgan mana shu Xudoni sizlarga tanishtiray. Butkul dunyoni ve unudaki barlık mevcudatlarını yaratkan Xudo bütün olamning egisidir. O, insanların kolu bilen bina kılıngan putxonlarda turmaydi. Onun insanlarga hech qanday hojati tushmaydi. Aksicha, insonlarga hayotlik, nafas, shundaqla ular ehtiyojliq bo'lgan har qanday narsani ato qilib, ularning ehtiyojlarini qondirdi. O, bir odamdan butkul millatlarni yaratdi. Ularni bütün yeryüzüge o'rinlashtirib, ularning gullanishi va zavolliq yuzlanishi hamda turadigan joylarini oldin belgilab berdi. U insonlar meni izlab topsin deb shunday qildi. Amaliyotda u bizlardan yiroq emas. Biz u orqali yashaymiz, harakat qilamiz, mavjudmiz. Aranglardaki ba'zi shoirlar yozgandek, biz Xudoning farzandlari. Biz Xudoning farzandlari bo'lg'ashqa, uni hunarmandning mahorati bilan o'yib yasalgan oltin, kumush yoki tosh butlarga o'xshatmasligimiz kerak. Burungi zamonlarda Xudo butga ishonganlar hozircha mening yo'llarimni bilmaydi deb ularning harakatlarini ko'masga soldi. Lekin bugungi kunda u bütün insanlarni gunohlarga tavba qilib, uning yo'liga qaytishga buyurmoqda. Chunki u o'zi tanlagan odam orqali bütün dunyoni odillik bilan so'roq qiladigan qiyomat kunini belgiladi. Xudoning uni o'limdan tirildiganligi bu ishning muqarrar ekanligini isbotladi. Pavlusning o'lganlarning tirilishi haqida aytganlarini anglagan ba'zi kishilar uni masxara qilishga boshladi. Yani ba'zilar bu ishni yana bir anglashni orzu qilamiz dedi. Bunun bilan Pavlus kengashma maydonidan qaytib chiqdi. Ba'zilar uningga qo'shilib Hazreti Aysoga e'tiqod qildi. Buning ichida kengashma hayatlaridan Dionisius, Damaris ismli bir ayol ve başka bir qancha kishi bor edi.